Uzun poketiyaga nima bu? Kattaligini qarang. Hozir bu eng global muammolardan bittasi shu bo'lyapti. Bu nimaga? Bu teplоизоляtsiya. Mana shu 3 santimetrlik 18 plotность pokegimizda 18 plotность bo'ladi. Uy issiq sovug'ini himoya qilib beradi. Qishda issiq, yozda salqin qilib beradi. Termiz vazifasini bajarib beradi. Tokizda, gazingizni ekonom qilib beradi. Devorga bu polni yopishtirib oladi. Obshivka qilish kerak, ha. Qarang. Obshivka qilganda ham 4 ta tomonini qilishingiz kerak. Bir tomonini qilib qo'yib, hovli tomonlarini ko'pchilik qoldirib yuboryapti, unda effektni bilmaysiz. Ikki tarafga qilish. Ha, hamma tomonini qilish kerak. Men to'g'ri endi qo'shni tomonda uy bo'lib qolsa, oldi orqani qilib yuborishga to'g'ri keladi. Shlaka blokka yopishtirsa bo'ladimi yoki hamda suv olmagan devorga ham. Gips kardonli devorlar qorishyapti hozir. Ko'p joyda xonalarni bo'lishga, shularga ishlatsa-chi? Bo'ladi. Gips kardonga ham yopishtirib yuborsa bo'ladi. Gips kardonga ham yopishadi, yog'ochga ham yopishadi, temirga ham yopishadi. G'ishga ham yopishadi. Zo'r. Demak, suv oqmasdan shunda qovursa bo'ladi. Bo'ladi. Mana sizlar zo'r yechim. Hurmatli uy qurayotganlar, va quruvchilar, devori suv oqmasdan poketiyaga shuni yopishtirasiz, ham termoizolyatsiya, ham vidini, ko'rinishini zo'r qilib beradi. Undan tashqari zashtasi ham juda ham yaxshi, baquvvat. Ustidan bitta travertin qilasiz, bo'ldi, suvoni effektini shuni olib ketadi. Bu issiq sovuqga zo'r chidab beradi. Issiq sovuq zo'r ushlab beradi.